Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi dod harfi haqida gaplashamiz. Dunyoda 3000 dan ko'p ortiq til bo'ladigan bo'lsa, arab tillardagi dod harfi hech qaysi tilda takrorlanmaydi. Ya'ni dod harfi arablarga xos harf bo'ladi. Bu boshqa hech qaysi tillarda yo'q. Shu sabablikdan ham biz bu dod harfining birinchi o'rinda mahraji, undan keyin sifatlari va to'g'ri talaffuz qilishni, qaysi holatda talaffuz qilsak arabiy holatda talaffuz qilamiz. Shularni ko'rib chiqamiz. Undan oldin biz birinchi o'rinda har doimgidek harfning yozilish jihatiga e'tibor berib olamiz. Dod harfining yozilish jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, dod harfi 4 xil ko'rinishli harf. Mana bu sod harfida ustiga bitta nuqta qo'yamiz va dod harfi hosil bo'ladi. Bu alohida ko'rinishi. Dod harfi so'zni boshida faqatgina bosh qismi yoziladi mana. Va mana bu yerda bittagina to'xtalish bo'lishi kerak dod harfini. Endi so'z o'rtasida ham xuddi shunaqa bo'ladi va bu yoqdan ulanadi. Ya'ni o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanadigan harf hisoblanadi. Dod harfini alohida ko'rinishi mana. Ya'ni bu o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham qo'l berganlik sabablisidan alohida ko'rinishi, so'zni boshida ko'rinishi, so'zni o'rtasida ko'rinishi va so'zni oxirida ko'rinish holatlari bor. Endi dod harfini mahrajiga keladigan bo'lsak, dod harfining mahraji tilimizning old uch qismi o'zining yuqorisidagi tanglayga. Shu sababdan qarang, tilning yon qirg'oqlari bor. Tilning yon qirg'oqlari bor. O'sha yon qirg'oqlari tishlarimizning, ya'ni jag' tishlarimizning ichki devorlariga tegish kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanda bizda kichkinagina yopilgan joy hosil qilishimiz kerak. Nega? O'pkamizdan chiqayotgan havo tilimizning qarang, yon qirg'oqlari shundoq bordida qarang. Bundoq kelib hamma taraf tegadi. Ya'ni tilimizning bu taraf tegdimi? Endi o'rtada havo yopilib qoladi. Ya'ni tepaga chiqadigan, tashqariga chiqadigan umuman joy bo'lmasi kerak bo'ladi. Va o'shanda biz bitta narsadan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda tilimizning o'rta qismi yuqori tanglayga yopishib qolmasi kerak bo'ladi. Nega? O'pkamizdan kelayotgan havo shu yerga kelib qamaladi va o'sha yerda hosil bo'ladi va o'sha qamalishi natijasida bizda istitola degan sifat bor. Istitola, ya'ni o'ziga xos sifat bor. O'sha hosil bo'ladi. O'shaning uchun biz faqatgina dod harfining birinchi o'rinda mahrajiga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Tilimizning yon qirg'oqlari tegishi kerak va tilimizning o'rta qismi yuqori tanglayga yopishib qolmasligidan saqlanishimiz kerak bo'ladi. O'shanda dod harfi to'g'ri holatda hosil bo'ladi. Endi uning sifatlariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi sifati dod harfining birinchi sifati jahr, ya'ni dod harfini aytgan paytimizda tovush paychalar bir-biriga yaqinlashadi, havo kam chiqadi, lekin tovush baland bo'ladi dod harfida. Ikkinchi sifati rohova, sirg'aluvchi, ya'ni bu ko'proq holatda bu ko'proq holatda sirg'aladigan harf hisoblanadi. Uchinchi sifati isti'ala, ya'ni dod harfi fathali kelgan holat bo'ladi. O'shanda dod harfida tilimizning orqasi yuqori yumshoq tanglayga ko'tarilishi kerak bo'ladi va yo'g'onroq holatda bo qilgan holatda talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi dod harfini. Undan keyingi o'ziga xos sifatlardan yana bittasi dod harfi itboq, ya'ni itboq yopiqlik holati bor. Dod harfida ko'pchilik talaffuz qiladi dod harfini. To'g'ri, mahrajdan chiqaradi, sifatlarni beradi, lekin yopiqlik sifatini berishmaydi. Qaysi holatda yopiqlik? Ya'ni buni talaffuz qilishganda eddi, ya'ni havoni chiqarib qo'yadi. Qo'shilib qoladi. Ya'ni qalqala sifat qo'shilib qoladi va unda itboq sifati bo'lmay qoladi. Undan keyin istitola sifatlari ham yo'q bo'lib qoladi. Shu sababli esa dod harfini talaffuz qilganimizda ko'pincha sukunli holatda, mana qizilda yozib qo'yaman. Sukunli holatiga ko'proq e'tibor berasizlar. Dod harfini sukunli holati eng qiyinroq holat hisoblanadi. Hamma narsada qizil muhim narsa hisoblanadi. O'shaning uchun dod harfini ham sukunli holatini qizil bilan belgiladi. Nimaga? Muhim holatda. Ya'ni buni biz ushlashimiz kerak. Bu ushlashimiz kerak bo'ladi. Va o'ziga xos sifat istitola bo'ladi. Ya'ni havo keldi, o'pkamizdan chiqayotgan havo keldida tilimizning o'rta qismida yopildi, ya'ni havo siqildi. Havo siqildida tashqariga chiqmaydi. O'sha paytda degan narsa tovush chiqadi, lekin u sizni og'zingizdan ham, burningizdan ham chiqmasligi kerak bo'ladi. U ichimizdan chiqish kerak bo'ladi. O'sha narsa istitola hisoblanadi. Ya'ni dod harfini o'ziga xos sifatlaridan hisoblanadi. Ya'ni lu o'shanda, ya'ni buni ko'pchilik o'quvchilarimizda ham bu holat takrorlanadi. Ya'ni qaysi holat? Ya'ni qo'yib yuborish bo'ladi.
Ya'ni buni hech qachon biz qo'yib yubormasligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu sukunli kelgan holatda ham, misol uchun bitta misol yozamiz mana bu yerdan. Tadribu, ha? O'shanda siz ushlashingiz kerak bo'ladi buni. Tadribu. Ya'ni tadribu bo'lib havoni qo'yib yubormaymiz. Eng biz ko'proq holatda dod harfini sukunli holatiga e'tibor beramiz. O'shanda havo ko'proq holatda siqilishi kerak. Ko'proq holatda siqilmaydigan bo'lsa, qalqala sifati qo'shilib qoladi va dodni biz o'zining sifatlari bilan to'liq holatda talaffuz qilmagan bo'lamiz. Shu sabablisdan ham biz dod harfini sukunli holatiga e'tibor beramiz. Dod harfini sifatlari bilan tanishib chiqdik. Jahr jarangli, roho va sirg'aluvchi, isti'ala yo'g'on, ya'ni do yo'g'onroq holatda, itboq yopiq, ya'ni havoni chiqarmagan holatda hosil qilishimiz kerak ekan va o'sha ushlangan holatda o'ziga xos sifati, ya'ni havoni siqib bosim bo'lish kerak, ozgina. Degan narsa eshitilishi kerak. Bo'lib eshitilgan holatda bo'lish kerak. Shu narsa iste'tola bo'ladi, dod harfining o'ziga xos sifatlari bo'ladi. Endi ekraningizda chiqib turgan matnni o'qiyman. Sizlar balandroq holatda talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Do, di, du, doifu, adlu, dahbu, dabatu, ضعف عرض مضرب مضرب اضرب تضرب أضرب نضرب اضطرب يضطرب استضعف يستضعف درس ضرس ودع وضع بعد ba'du. Arab tilidagi dod harfi murakkab harflarga kirganligi sabablisdan biz bu harfni ko'proq holatda eshitishimiz kerak bo'ladi va balandroq holatda qaytarishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz arab tilidagi dod harfini to'g'ri talaffuz qilishimiz mumkin. Faqatgina arab tilidagi dod harfining mahraj va sifatlarini bilishimiz yetarli bo'lmaydi. Ko'proq holatda qaytarishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga dod harfiga bo'lgan darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ila liqo, ma'assalama.